Agresk ishini olib boryapmiz. Mana ustozimiz Muhammad Yusuf. Muhammadjon aka, astol kesavering. Assalomu alaykum, ahli gruppa. Gruppamiz a'zolari, hammalaring yaxshimisizlar? Mana bugun ustozimiz boshchiligida biz limonlarimizni ishlayapmiz. Mana limonlarimiz ilgarigi holatidan 100% zo'r, xudo xolasa. Sababi biz ilgarimcha nima qilmasdik, abreskalar tushunmasdik. O'tgan yil mana ustozimiz Xayrullo hoji ikromjonlar kesib berishgan. Limonlarimizni abreska qilib berishgan. Xudo xolasa holati zo'r. Mana hosillari zo'r, xudo xolasa. Shularda ko'rsatmalar bilan ishladik. Mana limonlarimiz holatlari juda ham zo'r, xudo. Mana ustozimiz o'zlari chetdalar, abreska qilyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli Teplitsa Olam Agrar limon gruppamizning aziz ishtirokchilari, sitrus ekinlari ishqiboblari, barchalarga xayrli kun, xayrli tong. Qadrdon azizlar, limon abreskasi degan narsa bu limonni tarbiyasi hisoblanadi. Abreska o'zi nima degan savollar. Bu abreska bir mavsumda 3-4 bor qilinadigan agrotexnik chora hisoblanadi. Bu limonlarda tarbiyasi. Ya'ni kuzgi oktyabrda qilinadigan oktyabrskiy abreskalar, nomi oktyabrskiy abreska deyiladi, lekin bu 20-yanvargacha davom etadigan abreska turi hisoblanadi, qadrdonlar. Bu limonlarni 1 yoshdan katta bo'lgan limonlarni hosillarini yig'ishtirib olgandan keyin, hosillar yig'ishtirilib olinish jarayonlarida amalga oshiriladigan bir tadbir hisoblanadi. Qadrdonlar, limondan mo'l hosil olishlik uchun avvalo abreskani sifatli qilish kerak. Abreskani sifatli qilish degani o'z vaqtida qilish kerak. Buni erta qilib qo'ysangiz yelim chiqarib yuboradi. Erta qilib qo'ysangiz yana yangi novda surib yuboradi atroskalar. Shuning uchun tinim vaqti kelib, mana hozir limonlar g'arq pishgan vaqtida abreskalarni davom ettirsak bo'ladi. Avvallari biz voha taraflarda, Surxondaryo, Qashqadaryo taraflarda iqlim biroz bizdan issiqroq bo'lganligi uchun limon ko'pchilik biladi 4000 gradus foydali issiqlik yig'indisini yig'ib olganda pishishni inobatga olsak, Surxondaryo, Qashqadaryo, barcha tumanlari bizdan bir oy avval pishardi. Oktyabr oyida biz Surxondaryoda abreska ishlarini qilib kelardik. Keyin vodiyga kelardik. Hozirgi vaqtga kelib vodiy viloyatlari endi laym boshqa narsa, lekin shu laym ko'rinishdagi ko'k holatdagi hosillarni terib sotish biznesini yo'lga qo'yib olganligi uchun limon daraxtlarimiz erta hosillardan qutulganligi uchun hamda limon abreskalarida o'zimizga yarasha muxlislarga ega bo'lganligimiz uchun o'sha muxlislarni butun respublikaning barcha viloyatlari bo'yicha bizga buyurtmalar tushganligi uchun shu abreskalarga ulgurib qolish, ularni ham bir ko'nglini olish maqsadida biz sal ertaroq, ya'ni bu yil 28-oktyabrdan vodiy viloyatlarining Andijon viloyatidan boshladik. Biz Andijon viloyatida abreska ishlarini Shahrixon, Asaka, Izbaskan tumanlarida, Andijon tumanlarida qilganimizdan keyin Namangan viloyatiga yo'l oldik. Namangan viloyatining Norin, Chust hamda Pop tumanlarida limonchi muxlislarimizni xullas talab va istaklariga, buyurtmalariga asosan ishlarni qilib keldik. Kechqurun mana 1-noyabrdan 2-noyabrga o'tar kechasida biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Yaypan shaharchasidagi liderim, ya'ni limonchi liderlar jamoasi, Golden Limon liderlar jamoasining faol liderlaridan biri bo'lgan Botir Aliyev Ilhomjon hoji akani limonxonasiga keldik. Xonadoniga keldik. To'g'rirog'i bu yerda damda olib, ertalab bomdoddan keyin, nonushtadan keyin shu limonlarini bir kesish maqsadida, ko'rish maqsadida limonxonalarga kirdik. Buni o'tgan shu paytlarda, shu noyabrda 15larida kelib abreska qilib ketgan edik. Endi liderlar qanchalik darajada yetuklashyapti, qanchalik darajada o'zini ustida ishlayotganligini kuzatish, nazorat qilish maqsadida
men liderlarga sayyor uchrashuvlar qilaman, uylarga borib limonxonalarini o'zim nazorat qilib ko'zdan kechiraman. Endi Ilhomjon akami qilgan ishlari, shu kelgan vaqtimda men topshiriq qilgan edim. Ventilyator qo'ying degan edim. Ko'rsatasiz. Ventilyator qo'ygan. Devorlarni oqlab qo'yish kerak deganman, devorlarni oqlagan. Ariq va transheyalar ochgan, bunkalar ochgan. Omon bilan bunchalagan buni. Shu agrotexnik choralarni ko'rib bo'lgandan keyin, agrotexnik choralarni ko'rib bo'lgandan keyin bu insonni men liderlar jamoasiga taklif qilganman. Endi bu abreskalarda xullas qilishda birinchi novda turlari eng asosiy rol o'ynaydi, eng asosiy qurol hisoblanadi. Agar kimki shu novda turlarini yaxshi o'zlashtirib oladigan bo'lsa, abreska qilish juda ham oson bo'ladi. Bu kuzgi abreskada nimalar qilish kerak? Kuzgi abreskada oson bo'ladi. Novda turlarni hali takror va takror ko'rmasdan yodlab olgan insonlar uchun juda ham bir muhim jarayon. Masalan, mana shu limon hosili bitta 1 yil xizmat qilib beradigan ona novdani ichida turibdi. Bilinglarki, korzinkalarda, supermarketlarda yaprog'i bilan turgan shunday limonlardagi turgan shu kaltak bu 1 yillik ona novda, ya'ni 1 yil ishlab beradigan ona novda hisoblanadi. Endi buni shunaqa qilmasdan agarki shu mana yaqinroq olib kelasiz. Mana shuni olib qo'yib turaman. Agarki mana shu limonni hosilni mana shu yerdan kesib oladigan bo'lsak, shu qolgan novda mana buta bo'lib turadi. Buta bo'lib. Bu shunaqa butalar juda ham ko'p bo'lib ketadi. Mana shuni tagidan olib kerak bo'ladi. Shu abreskada. Keyin mana shu yerda yana ko'rsanglar, bahor faslda, bahorda shu ham gullagan. Gullaganda apeleniya bo'lmagan. Endi bu turaveradi. Shuning uchun nima qilish kerak? Shuni ham olib kerak bo'ladi. Mana bu yerda turibdi, mana 1 yil. 1 yil ishlab beradigani, 3 yil ishlab beradigani. Mana. Ona novdan. Shuning uchun shularni ham bemalol bo'lgan odam olsa bo'ladi. Endi biz uni har birini unaqa tozalab yurmaymizda, buni limonni egasiga tushuntirib berib ketamiz. Mana shu yerda shuni olish kerakligini. Mana shunda limonni doimo bunaqa bo'lavermaydi. Limon shu tanasidan chiqqan limonlar bo'ladi. Yoki bo'lmasam shunda ikkita chiqib qolgan bo'ladi mana. Shunaqa ikkita chiqib qolgan limonlar majbur bo'ladi mana bittasi yaproq nimasidan, tanasidan ajratilishga mana. Saqlamaga limon uzayotgan odamlarga bunday qo'yishlik durust bo'lmaydi. Sababi mana yaproqlarda mikroblar bor hamda buni vakuum qilish qiyin bo'ladi. Shunday holatda mana shu 2 mm tagida qolgan holatida olib buni yaxshilab latani namlab turib, artib tozalab, bir kun shu saqlanadigan xonaga qo'yib, shu xonaga haroratiga moslashib olgandan keyin salafanlab 2 donadan qo'yib salafanlab o'rtasini shunday eshib qo'yiladi salafanni. Keyin shu turaveradi. Qadrdon azizlar, limonlarni mana e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, tanasi mana ho'l, tanasi ho'l. Bu ho'lligi shundagi shudringni bildiradi mana. Shuning uchun to'rsetkani oliblar, keyin salafanni yopinglar deb ta'limot berganmiz. Ko'p insonlar shu hali kunga yomg'irda bir qator yomg'irda yedirib olish maqsadida to'rsetkalarni ochtirib olganmiz. Endi mana kechagi bir marta yomg'irda edi. Endi bemalol buni salafanlarini yopib yuborishlik mumkin. Abreskada nimalarga e'tibor berish kerak? Abreskada yuqorida aytganimdek shu 1 yillik ona novdalarni olib kerak. Uni biz o'rgatib berib ketamiz, uni olmaymiz. U juda ko'p bo'ladi buning ichida. Xonavor bo'lib, mana endi bu yoqqa olasiz. Mana mandarinlarni mana kesdik. E'tibor qilsanglar, olib keling. Mana buni ichlaridan, mana yerdagilarni ham ko'rsatib qo'yasiz. Oralarini ochib olganmiz mana havo aylanishligi uchun. Buni agar shu butalarni olmaydigan bo'lsak, bu havo aylanishi yaxshi bo'lmaydi, qoramog'or tushib ketadi. Qoramog'or. Shuning uchun butalarini olishga to'g'ri keladi. Keyin har oyda yaproq terish kuni bo'ladi. Yaproq terish kunlarida shunaqa yaproqlarni olish kerak. 3 yil bo'lib qolgan, o'zi 3 yilda yaproq to'kadi, shu to'kilish kerak bo'lgan yaproqlarni o'zimiz terib olganimiz ma'qul bo'ladi. Birinchidan pokiza bo'ladi teplitsaning ichi hamda ichkarida havo aylanish bemalol bo'lib qoladi, qadrdonlar.
Shunaqa abreska ishlari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. 93 426 55 22. Iblis Olam Agrolimon Gruppa bosh administratori Muhammad Yusuf. Salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat.